Germaniyadagi to'y. 4 ta Merc, 8 ta Prado, 16 ta Range Rover o'rniga kuyov bola Sinsning mashinasida mana bunaqa lentachalarni taqib, oddiygina olib keldi. Mana bu burchakda esa falon pulga keladigan san'atkorning o'rniga DJ shunchaki muzika qo'yib beradi. Mana bu ovqatlarning hammasi uyda pishirilgan. Mana ortiq ishlimi yo'q. Shokolad, gul, ichimlik, ovqat keladi. Bo'ldi. Mana shu bor dasturxon. Bu esa Turkiyadagi tantana. Gal O'zbekistonga. Sizga yana nima kerak? Bir qarish til kerakmi? Sizgachi? Velosiped, fotoapparat, magnitofon, samolyot, traktor, ekskavator kerak emasmi? Statistik ma'lumotlarga ko'ra, biz umrimizning 4dan 3 qismini to'y qilishga va uy qurishga sarflar ekanmiz. Hatto duolarimizda ham asosan yaxshi to'ylar qilgin, boshing to'ydan chiqmasin, topganing to'yga buyursin deya niyat qilamiz. Faqat bizgina umrimiz davomida yig'ganlarimizni bir kunda osongina sarflab yuboramiz. Faqat bizgina keraksiz urf-odat va an'analar uchun ortiqcha xarajat qilamiz. Bizgina qaddimiz, qadrimizni, uy-joyimizni hashamdorligi bilan chamalaymiz. Bizgina katta mablag'larimizni farzandlarimizning ta'lim olishlari uchun emas, afsuski, ularning to'ylariga sarf qilamiz. Borimizni bir kunlik to'ylar uchun, tan olishlar uchun, bir marta qimmatbaho mashina minish uchun, bir marta zo'r dang'illama to'yni qilib qo'ysa, ya'ni qolganlardan ko'ra mana ko'rib qo'ylaring deb. Dushmanlarim alamidan kuyib o'lsin deyman-da. Faqat biz umrimiz davomida to'plagan pullarimizni to'yda ko'z qilamiz. Qissadan hissa shuki, agar do'ppini bunday boshdan olib o'ylab qaralsa, topganimiz rostdan ham to'ydan boshqasiga yaramay qoladi. Shunday emasmi? Sizga zambarayni o'qi